Sovet tizimi vaqtida shu maktablarda tabaqalash bo'lmasligi uchun forma degan narsa ishlab chiqilgan. Hamma bolalar forma kiyib borar edi. Boyni bolasi ham kambag'alni bolasi. Boyni bolasi, kambag'alni bolasi, dehqonni bolasi, injenerni bolasi, o'qituvchini bolasi hammasi bir xil. Maktabimda ham ta'limot turibdi. Bizlar ham davlat maktabida o'qiganmiz. Частный maktabi ana bolalar, boylarning bolalari borib, bizning farzandlarimizni mensimi kamsitganlar dedi. Kechacha chiqib ketgan uyindan bolasi. Zo'rg'a topdik dedi. Endi buni yomon tarafi bor-da. Nechun men farzandimni xususiy maktabda o'qitmagan bo'lardim? Deylik, meni imkoniyatim bor, 100 million oyina pul topsam ham, 10 million agar farzandimga sarflasam ham, men xususiy maktabda o'qitmagan bo'lardim. Sababi? Sababi bunda men birgina o'zimni farzandimni o'ylagan bo'laman. Agar meni farzandim aqlli bo'lib bu jamiyatda, uni atrofimdagilar aqlsiz bo'lib qoladigan bo'lsa, bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. To'g'ri, hozir endi ayrim xususiy maktabchilar bu gaplarimizni yomon ko'rib qolishadi. U kommentariy yozadilar o'zi negativ. Bular yomon ko'rishi mumkin, sen uni bilar eding, boshqadek. To'g'ri, men ish berishni bilmasligim mumkin, lekin buni vaqt biladi. Vaqti keladi, ko'ramiz. Otasi umr bo'yi vijdonli odam bo'lgan, kolxozda ishlagan, zavod fabrikalarda ishlaganni farzandi o'qiyjak, intiljak, lekin davlatning maktabi qashshaqlashib borayotir. Nima? Xususiyda o'qiyman desa puli yo'q. Tabaqalash boshlanadimi? Boshlanadi. Haqiqiy ilm olishi mumkin bo'lgan bola unjay ming qaladidan migrant aylanadi. Bunday narsalar hamma davlat nazoratida bo'lishi kerak. Universitet, maktab, tibbiyot hamma davlatning nazoratida bo'lishi kerak. Bu davlatning nazoratidan chiqdiki, bu xususiyga o'tdi degan gap ertaga davolanishlarimiz ham shunday bo'ladi. Xususiy klinikalar nechalik ko'paygan sayin insonlarning kasalligi ko'payadi. Ularning fikri "Hey, axir boshqa davlatlardan orqada qolib ketamiz" deydi. Lekin shunning gullar keladi, rivojlangan davlatlar rivojlanmagan davlatlarni borib istab qoladi. Ular hamma o'zini kuydirib qo'ygan bo'ladi. Unumdorligini o'ldirib tashlagan bo'ladilar. Insonlarning immunitetini pasaytirib tashlagan bo'ladilar. Haqiqiy ishchi kuchini umuman sindirib tashlagan bo'ladilar. Shuning vaqtida ochiq dalalar egallanmagan yerlarga intiladilar. Biz bugungi kunda Instagram bo'ldi. Bir narsani ayting. Davlatni kelajagini yo'qotadigan narsa shu Instagram bo'ladi. Odamlar ham jillatadi. Butun bo'lmaydigan narsalar bilan odamlarni urush, nizolarni ko'paytiradi. Yolg'on narsalar odamlarni o'rgatadigan Instagram bo'ladi. Umrni qisqartirib, qiyomatni yaqinlashtiradigan narsa bu robotateknika. Odamlar nichalla tez bezib ketadi bu zamondan. Hamma narsa kompyuter bo'ladi. Uzoqda o'tirib bir knopka bosadi, omushar yo'qolib ketadi. Bu yerda o'tirib buni bosadi, yurib boradigan odamning kallasini tasratadi. Odamlarga chip o'rnatib boshlaydilar. Shu bilan hayot tamom bo'ladi. Inson bo'lmaydi o'sha. İnsanlar robotlashib ketadi. Aynan xususiy maktablar shu narsalarni taklif etyapti. Bugungi kunda bir-birini raqobat qilaman. Men yomon ko'raman shu narsani. Men farzandlarimni qiziqtiraman shu narsaga. Furqata bir fuqaro kelib turibdi. Bolasi davlat maktabida o'qiydi ekan, qo'shnilarining farzandlari u bilan tengdoshlar Частный maktabga boradi ekan. Ya'ni ingliz tili, har xil to'garaki vajlari bor maktabga. Endi shu qo'shnining farzandlari bu fuqaroning farzandining ustidan gulib kamsitgan ekanlar. Seni puling yo'q, bora olmaysan, biz zo'r maktabda o'qiymiz deb yangi bola uyindan qochib chiqib ketibdi. Amallab topibdilar uni, kechacha qidirib. Endi shu ota-ona qisinib, keyin endi o'zining imkoniyati bo'lmagandan keyin hokimiyatga boribdi keyin. Sho'ro idorasiga borgan, hokimiyatga borgan. Bana maddi yordam berib bilmaysizlarmi, men kam ta'minlanganman, farzandimni Частный maktabga o'qishga berjakman desa, endi hokimiyatchilar ham uni iloji yo'q, nima qilamiz, davlat maktablar ham bor-ku ta'lim beradigan deb aytgan ekan. Shu bo'yicha endi u fuqaro get turibdi. Hozir farzandi ham kalaka bo'lib gulgiya qoldi dedi. Argi qo'shnining farzandlari argi Частный maktabda zo'r o'qibmiz deb ustundan gulgani uchun dedi. Hamina o'zini kam ta'minlangan oilaliki bilan bolasi davlat maktabida o'qib tursam, uni norozi bo'lib shundan get turibdi. O'zi hokimiyat bunga yordam berib bilanmi, bilmayman. Meni bolam shu davlat maktabida o'qisa, nechik ta'lim olar edi, Частныйda nechik ta'lim oladi. Shundan norozi bo'lib get turibdi. U kam ta'minlangan oilaga kiram, reyestrda turam ekan. Endi imkoniyati cheklangan, ehtiyojman, dumon puli ko'p, boy emas, imkoniyati yetishmaydi ekan Частный maktabga bermaka farzand. O'zi birinchi aniqlik kiritib olaylik, kam ta'minlangan oila deganda bugungi kunda
Ya'ni 5 oila bo'lib yashaydigan bo'lsa, 3 farzandi bor, ota-ona bo'lsa, necha so'm pulni tashkil etib turibdi? Bir oilaning daromadi? Har bir bolaga necha so'm? 700 necha ming so'mdanmi? Oilani har bir a'zosini bo'lganda, shundan hisoblaganda 3,5 million so'mdan agar oshmasa topilgan daromad. Demak, bizda hozir hali o'rtacha oyligimiz 3 million, 4 million emas aytchakimda. Ya'ni bu boy emas ekanda. Boy emas. Agar 4 million, 3 million oylik oladigan bo'lsa, boyda bo'lmaydi uni. Bundan normalniy o'rtacha oilada bolalar. Lekin u bolasi davlat maktabida o'qiydi. Davlat maktabida o'qiydi ekan. Orgi boyning bolasi частный maktabda. Частныйda u boy biznesmendir. Yoki yanki sudyadir, katta oila qoladigan. Endi balkim deputatdir, hakimdir, to'g'rimi? Bu tabaqalash deb aytiladi-da. Aynan shuning uchun ham sovet tizimi vaqtida shu maktablarda tabaqalash bo'lmasligi uchun forma degan narsa ishlab chiqilganda. Hamma bolalar forma kiyib borar edi. Boyning bolasi ham kambag'alning bolasi ham. Boyning bolasi, kambag'alning bolasi, dehqonning bolasi, injenerning bolasi, o'qituvchining bolasi hammasi bir xil. Bir xil formada borlar edi maktabda. Bu ya'ni boy, kambag'al tabaqalanmas edi. Endi lekin bugungi zamon boshqacharoq bo'ldi. Agar formasi bir xil bo'lsa ham, birsini qo'lida iPhone, birsini qo'lida million oddiy telefon. Va muji tabaqalab qo'yatirda. Bu ham qolib ketdi. Lekin yanqa aytgan частный maktab. Shu o'zi частный maktabdan nafratlanib gapdi hozirgi ota-ona. Shu kerakmas edi deb. Ava maktabidan ta'limot turibdi. Bizlar ham davlat maktabida o'qiganmiz. Частный maktabga ana bolalar, boylarning bolalari borib, bizning farzandlarimizni mensimi kamsitganlar dedi. Kechacha chiqib ketgan uydan bolasi. Zo'rg'a topdik dedi. Endi meni shaxsiy fikrimni oladigan bo'lsam bu borada, men shaxsiy huquqshunoslik fikrim, men o'zim ham shu xususiy maktabda men farzandimni o'qitmagan bo'lar edim. O'zi xususiy maktablar nima uchun tashkil qilinadi? U tijoratmi u maqsad? Pul topishmi? Tijorat, pul topish. Pulni topishning boshqacha yo'llari qolmadimi bizda? Endi yo'llar ko'p-ku bugungi kunda, yana open byudjet bo'lib ketdi, pul topish yo'llari, va tijorat bo'lib ketdi. Ovoz berib. Bir odam o'rtaga chiqadidan, o'rtakashlik etadidan, men deydi, odam ovoz yanglab beraman deydi, 50 mingdan berish kerak deydi. Bozorda misol uchun 40 mingdan olsa, 10 ming siya ursa, to'g'rimi? Va o'zi ustidan pul ishlaydi, ko'rding? Xususiy maktablarda 3 million, 4 million, даже 5 millionlik to'lovli maktablar bor ekan, oyina, ava. Universitetnikidan qimmat. Ya'ni universitetda yilina 10 million so'm kontrakt to'lasa, xususiy maktabda yilina 30-40 million, 50 million so'mga tushadi. Yillik to'lov bolaniki. Endi buni yomon tarafi bor-da. Nechun men farzandimni xususiy maktabda o'qitmagan bo'lar edim? Deylik, meni imkoniyatim bor, 100 million oyina pul topsam ham, 10 million agar farzandimga sarflasam ham, men xususiy maktabda o'qitmagan bo'lar edim. Sababi? Sababi bunda men birgina o'zimni farzandimni o'ylagan bo'laman. Agar meni farzandim aqlli bo'lib bu jamiyatda, uni atrofimdagilar aqlsiz bo'lib qoladigan bo'lsa, bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. To'g'ri. Chunki meni farzandim kelajakda aqllilar tarafga qochib ketadi. Meni tashlab ketadi. Bir. Bu jamiyatda aqlsizlar qolib ketadi. Ya'ni hamma xususiy maktabga barabarsa, yaxshi o'qituvchilar xususiy maktabda, bilim berilmaydigan o'qituvchilar ozgina bir qolgan davlat maktabida, u yerda bilim bo'lmaydi, ta'lim bo'lmaydi. Ondan keyin nechik bo'ladi? Demak, bu yerda aqlsizlar shakllanib, bu yerda aqllilar shakllanadi. Lekin aqlsizlar jamiyati aqllilar jamiyatidan ko'pchilikni tashkil qiladi. Ya'ni qara, sen xususiy maktabda o'qiding, katta bo'lding, rahbar bo'lding. Lekin ina bu yerda davlat maktabida o'qigan vaqtida ta'limini olib olmagan, bilimini olib olmagan, xususiy bilan rivojlanib ketishini natijasida bular e'tiborsiz qolib ketgan maktablar bo'ladi. Endi hozirgi kunda men uni aytaverman. Hozir davlat maktablaridan ta'lim yaxshi. Zo'r, havo. Sharoitlar ham zo'r. Kelgusini aytayapman-da. Shuning bo'lib qolsa agar bu ish beruvchi bo'ladi. Xususiy maktabda o'qigan rahbar, otasi boy, chunki otasidan biznes qilgan, uni o'zi bir biznes yaratadi. Lekin kimni ishlatadi degan savol bo'ladi. Organlarni ishlatadi. Aqlsizlarni ishlatadi. Xo'sh, aqlsizlar aqllini yaratgan biznesini kasata uchratmasligini kim kafolat beradi? Hech kim. Ko'rding? Buni kelgusidagi yomon zararli taraflari bor. To'g'ri, biz bugungi kunda biznes qiljakmiz. Agar to'g'ri, hozir endi ayrim xususiy maktabchilar bu gaplarimizni yomon ko'rib qolishi mumkin. U kommentariy yozarlar o'zi negativ. Bular yomon ko'rishi mumkin, sen uni bilar eding, boshqaday. To'g'ri, men ish berishni bilmasligim mumkin, lekin buni vaqt biladi. Vaqti keladi, ko'ramiz. Ya'ni menimcha fikrim xususiy maktab demas, kerak narsa emas bu. Bu bir tarafi, ha? Havo. Masalani. Havo. Endi ikkinchi tarafi bor.
Nechun davlat maktabi axir nima bo'ladi-ku, u cho'kib qolmaydi, normalni bo'ladi deyishimiz mumkin. Nishat. Agar maktablar xususiy bo'lib ketsa, xususiy maktab davlat maktabidan oylikni ko'proq bersa, o'qituvchiga. Zo'r o'qituvchilar xususiyga o'tadi, davlatni tashlab. Yaxshi o'qituvchilar xususiyga o'tadi. Xo'sh, otasi umr bo'yi vijdonlardan bo'lgan, kolxozda ishlagan, zavod fabrikalarda ishlaganni farzandi davlatni o'qiyjak, intiljak, lekin davlatni maktabi qashshaqlashib borayotir. Xususiyda o'qiyman desa puli yo'q. Tabaqalash boshlanadimi? Boshlanadi. Haqiqiy ilm olishi mumkin bo'lgan bola unjay ming qaladidan migrantga aylanadi. To'g'rimi? Ko'rsanib turibdi-ku. Ana shu bola agar bir gap topganda nechik bo'lar edi? Kechacha qidirib ota-onasi zo'rg'a topibdi bolasi. O'sha ta'sir etgan. Ta'sir etgan o'zi. Orqa bolalar chunki sen robototexnikani bilasanmi? Inglizcha so'zla. Inglizcha bilasanmi? IELTS tushunasanmi? degan narsalarni aytadi u bola. Shu bunaqa kerak yo'q. Bizlar ham misol uchun yosh vaqtimizda hammamiz Allohga shukr davlat maktabida o'qidik. Lekin kam bo'lmadik. Bizlarni o'qitgan o'qituvchilar mingdan ming rahmat. Misol uchun so'ragan, talab etilgan bilimni berdilar. Hozir ham berib kelayotirlar. Lekin e'tibor agar berginga ko'payib ketaversa, chunki moliyachilar bor-da shu o'rinda. Davlatda moliyachilar bo'ladi-da. Hamma vaqt shu davlatni moliyasi, byudjetini kamroq iqtisod etishni yuzini yuradi-da ular. Qani ular desang shu mablag' byudjetdan pul chiqmasadan kur byudjetga kelaversa. Rasxod etmay yig'ilaversa kur. Lekin bir kissamizni to'ldirsak yirtilib qoladi degan savolni hech kim bermaydi ular. Yo'q, aynan ikkinchi kissang tarayib, birinchi kissang yirtilib ketadi. Noto'g'ri narsa bu narsalar. Bu tarazini dengab borish kerak, tushgan pullar yarasha taqsimlab borish kerak. Endi shu o'rinda bu davlat maktablari xususiy maktablar qilinadi. Shuning uchun ham bu o'zini tortadi-da, boladan pul oladi ota-ona. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Eng yomon yeri bor. Qarab turibdi, yangi ota-ona o'tirib uyinda ta'sir etadi. Men bolamni shu yerda o'qishim uchun nisha tishim kerak. Nisha tishim bo'ladi men. Birini oldi edi, o'g'illi qaytadi. Ko'proq pul topishim kerak deydi, to'g'rimi? Hamma ham omad berilavermaydi, biznes omadi. U ondan bir odam biznes qiladi, ondan bir odam yaxshi kasb egasi bo'lib yaxshi daromad topadi. Hamma ham bunday bo'lavermaydi. Birovning kallasi bunday, birovniki bunday. Keyin buni ishlatadi. Demak, ko'proq pul topish uchun aldam-qaldamlikka o'tadi. Shu. Demak, hammasini teyinda nima yotadi? Shu jamiyatni buzilib kelishi yotadi. Bunday narsalar hamma davlat nazoratida bo'lishi kerak. Universitet, maktab, tibbiyot hamma davlatning nazoratida bo'lishi kerak. Bu davlatning nazoratidan chiqdiki, bu xususiyga o'tdi degan gap, ertaga davolanishlarimiz ham shunday bo'ladi. Xususiy klinikalar nechalik ko'paygan sayin insonlarning kasalligi ko'payadi. Tibbiyotdagi qo'llanilmagan narsalar, operatsiyalar taklif etishda har xil ana bu plastika degan narsalar taklif etishda ko'payadi. Bo'lib yapti-ku shunday. Televizordan, internetdan shunday. Sog' beshingni ko'parib o'rnini tozalash, o'rnatish ko'payadi. Yo'q kasallikni kasbdoshimiz buni lishni deb olib tashlab, ertaga seni umrbod nogirani aylantirish ko'payadi. Chunki bu narsalar ko'payib boraveradi. Bu o'zi bayonimda bilmadim, umrguzarlik ham o'zi kamayib boraveradi. Chunki yangi aytganimdan shu xarajatimizga ko'p pul kerak. Xususiy maktabga beramiz, bolalarimizning institutining puli. Ko'proq pul topish uchun tinimsiz yugura bo'ladi. Samimiylik yo'qoladi. Bular shunda faoliyat yuritish uchun litsenziya berib o'tirgan tashkilotlar bor. Oliy ta'lim, maktabgacha ta'lim vazirligi. Unga qani agar shu yerda bir maktab bor, qishloqda 2 maktab bor. Bolalar sig'may yotibdi. Qani ikkinchisi buzilib yo'qolib ketsadan, bir xususiy chiqsadan ikkisini olmasa, xursand, unga imtiyozli kredit ham beradi. Sababi o'qituvchini byudjetdan beradigan oyligini to'xtatadi-ku. To'g'rimi? Bolalarning misol uchun maktab partasi, remonti, boshqasi, o'qituvchilarning sodержанияsi, maktabning sodержаниясini ketadigan pulni to'xtatadi-ku. Soliqlarni to'lamaydi. Ona xususiy maktab yer soliqi to'laydi, mulk soliqi to'laydi, o'qituvchining oyligini to'laydi, daromad soliqlarini to'laydi. Shunchalik keyin bu bolalarning partasi-artasini kredit oladi. Maktabining hamma jihozlarini zamonaviy bizayni elektron doskalarda kredit qiladi. Banklarning kreditlari aylanadi. To'g'ri, aylanish ko'p bo'ladi. Lekin kelajakda to'zib qolish ham ko'p bo'ladi.
Şu aylanacakni davlatnikidan aylantirsa bo'ladi-ku. Odamlar ish bilan ta'minlansa, ularni daromad soliqi to'lanadi, ish haqqi oyliklaridan, to'g'rimi? O'zi rivojlanib borayotirmiz, ina elektron doska, elektron hukumat, ertang odamlar ishsiz qolib ketadi-ku bu gapda. Odamlar ishsiz qoladi. Bu integratsiya avtomatlashtirilgan tizim bu batdan ber. Uning uchun bir moliya tizimi vijdonan qarash kerak-da. Ya'ni kelajakni o'ylab qarash kerak. To'g'ri, biz hozir bularning fikri boshqacha. Sen bilan meni fikrim bular uchun cho'pchak bular uchun. Bularning fikri, "Hey, oxir boshqa davlatlardan orqada qolib ketamiz" deydi. Lekin shunning kunlar keladi, rivojlangan davlatlar, rivojlanmagan davlatlarni borib istab qoladi. Ular hamma o'zini kuydirib qo'ygan bo'ladi. Unumdorligini o'ldirib tashlagan bo'ladilar. Insonlarning immunitetini pasaytirib tashlagan bo'ladilar. Haqiqiy ishchi kuchini umuman sindirib tashlagan bo'ladilar. Shuning vaqtida ochiq dalalar egallanmagan yerlarga intiladilar. Ya'ni sof narsani qidirib boshlaydilar. Soflik yo'qoladi. Yeydigan go'shing mineral bo'ladi. Hammasi biodobavkalar bilan bo'ladi. Qishloq xo'jaligi, poliz mahsulotlarining hammasi mineral biodobavkalar bilan o'sadi. Shu bilan kasallik ham ko'payib qoladi. Soflik narsa yo'qolib ketadi. Kasallik ko'payib. Shundan keyin odamlar bezgandan keyin shuni qidirib boshlaydilar. Bugungi kunda hozir odamlar tabiiy diki narsa bo'lsa, hamma shunga yuguradi, yemekka boradi. Puluncha so'm bo'lsa ham to'lab yeydilar. Shunga borib yuguradilar. Sababi nima uchun? Oddiy tovuq yeman desa, 30 kunda o'sgan tovuq gormonlar bilan o'sgan. Kasallikka keladi. Mollarimiz ham bugungi kunda shundan boqib boshlandi. To'g'rimi? Shuning uchun shu narsalarning zarari bo'ladi. Shuning uchun ham vaqt bizlar odamlarimizni mehnat o'rgatishimiz kerak. Bu robototexnika degan narsa kelajakni yo'qotadigan narsa. Umrni qisqartirib, qiyomatni yaqinlashtiradigan narsa bu robototexnika. Odamlar nichalla tez bezib ketadi bu zamondan. Hamma narsa kompyuter bo'ladi. Uzoqda o'tirib bir knopka bosadi, ovoz shar yo'qolib ketadi. Bu yerda o'tirib buni bosadi, yurib borayotgan odamning kallasini tasratadi. Odamlarga chip o'rnatib boshlaydilar. Shu bilan hayot tamom bo'ladi. Inson bo'lmaydi o'sha bu. Insonlar robotlashib ketadi. Aynan xususiy maktablar shu narsalarni taklif etib yoqdi. Bugungi kunda bir-birini raqobat qilaman. Men yomon ko'raman shu narsalarni. Men farzandlarimni qiziqtiraman shu narsaga. Kerakmaydi. Shunda siz fikringizni yo'q. U xususiy maktab men farzandlarimdan, nevaralarimdan bermagan bo'lar edim. Chunki bu yaxshi emas. Yanqinin tabaqalash boshlanadi. Hozir men bu narsani sizga girib aytishimning boisi yangi ota-onani ko'rib, men to'g'risi ichim og'ishdi. Yordam berasing keladi, yordam berasing. Kechacha yurib farzandini qidirib, qisinib qopdi yan ota-ona boku. Agar bir gap topganda dedi, biza dedi, nisha taradik deb qisinib qopdi. Yana borib turib, o'zlarining imkoniyati bo'lgandan keyin hokimiyatdan ham yordam so'rab ko'ribdi. Lekin hokimiyatdan uning vakolat yo'q-ku endi bolasini chassida o'qish uchun pul ajratsin yo boshqa degan narsa. Shu o'rinda shuning uchun sizga berdim bu savolni. Shuning bolalar agar boladan bo'lsa, endi agar shuni yosh bolalar bizani ko'rsa, kuzatsa, men sizlarga aytadigan gapim, yoshlar bolalar hech qachon bunday narsalarni o'ylamanglar. Bu bola bugun ingliz tilini yaxshi biladigan, bu robotni, programmani, bu hammasi o'tkinchi bu, ishoning. Programmasi ham, robot ham hammasi o'tkinchi. Bu hayotda haqiqiy narsa qoladi. Hatto Qur'onni biladigan odamlar bilsin, qiyomatda ham urushlar, janglar avtomatlar bilan bo'lmaydi. Qadimgi zamonning bo'ladi. Bu bejiz emas bu narsalar. Shuning uchun men sizlarga aytadigan gapim, yoshlar asosan sizlar robototexnika, xususiy maktab, boshqa narsalarga qiziqmanglar. Sizlar haqiqiy o'zi bu nimadan yaraladi? Daraxt nishab o'sadi, meva nishab paydo bo'ladi. Kun nishab chiqadi, nishab botadi, quyosh, geografiya, yer, misol uchun, ona tili, adabiyot, tarix, shu narsalarni bilinglar, ana sizlarning haqiqiy kelajagingiz bo'ladi. Butun boshqa davlatlardagilar ham sizlarning yoningizga keladi. Chunki ular undan bezadi. Ular bu telefon degan narsalarga bizdan ancha ular eldan qiziqib o'tganlar. Endi ular bezgani uchun bizlarga o'tirib turibdi uni. Ularni qarang, Yevropaliklarning qo'lida telefon ko'rmaysiz. Yaponiyani uylarida misol uchun televizor yo'q. Misol uchun nemislarda ham shunday narsa. Televizor ko'rmaydilar, vaqtini, ya'ni unga yo'qotmaydilar. Biz bugungi kunda Instagram bo'lyapti. Bir narsani ayting.
davlatni kelajagini yo'qotadigan narsa shu Instagram bo'ladi. Odamlar ham jillatadigan, butun bo'lmaydigan narsalar bilan odamlarni urush, nizolarni ko'paytiradigan, yolg'on narsalar odamlarni o'rgatadigan Instagram bo'ladi. Shuning uchun bunday narsalarga bolalar qiziqmanglar. Balkim Xudo xolasa imkoni bo'lsa, balkim men ham bir kun shunday narsa yetsam, bepul balkim o'zim tushuncha berarman, ta'lim berarman. Yoshlarni yig'narmiz, bir shunday bir narsamiz bo'lsa imkonimizda. Shu yerda bir yoshlar bilan uchrashib, yoshlarni haqiqiy kelajak hayotda bo'lgan tuyg'usi, kelgusida ota-onasini parvarishlasi, uni o'zi qarindoshlarini bo'lgan mehr muhabbati haqida biza tushuntirish berarmiz, dars o'tarmiz. Lekin hozir unga imkonimiz yo'q. Lekin siz hozir bekorchi bunday narsalarga qiziqib, bir-biringizni xafa qilmang va ota-onangizdan xafa bo'lmang. Bu balkim yaxshiliqdir hammasi. Sabrli bo'lingdan haqiqiy ilmni oling. Bizdan avvalgilar o'rgangan ilmlarni oling, haqiqiy. Kitoblarda yozilgan ilmni oling. O kafirlar, g'ayridinlar yaratgan texnika, robototexnika, sun'iy intellekt, ChatGPT degan narsalarga qiziqmang. Bu umuman miyangizni zaharlab qo'yadi. Yomon narsa bu. Meni fikrim shunday. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, sizlar ham farzandlaringizga ko'proq internet, ChatGPTlardan emas, ko'proq shu ilmni bizni ajdodlarimiz qoldirgani bo'yicha berishni men sizlardan so'rab qolaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.